Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, akalar. Akalar, biz mana shu joyda boshlagan turmush ishlarimiz va nihoyat o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu joydagi ishimiz 3 ta uchastka bo'lgan. 1, 2, 3 ikkala uchastkamizda ham o'z ishlarimizni oxiriga yetkazdik. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Men sizlarga video rolik qilib bir asta-sekin ko'rsatib boraman. Akalar, bu joydagi ko'chamizga uy egalarining talabiga binoan mana shunday holatda tungi fonini, ya'ni 90 gradus bakangal fasonda qilib berganmiz. Bu ko'cha tarafimizni boshlaganimizdan ham bitta video qilib qo'ygandik. Ya'ni esa bitgan holatini bitta qilib obzor qilyapmiz. Akalar, bu joydagi ko'chamizni bu tarafi 30 metr, bu tarafi esa 6 metr. 36 metr joyda mana shunday qilib tungi fon ishlarimizni qilib berdik. Rahmat, ko'rib baho berishingiz mumkin. Akalar, bu tungi fonimizni eng asosiy ishni sifatini ko'rsatib beradigan joyi mana shu joyning orasida. Mana shu karnizga kirgan joyi hamda mana bu oldiga boshqamga kirgan joylarni zazor qo'yadi. Inshaalloh bu joyda agar biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Zazorlari ham yo'q, juda ham bir ideal holatda chiqdi. Akalar, endi esa uyimiz ichkari tarafini ham ko'rsatsak. Bismillah. Akalar, ko'rib turibsizlar, bu joydagi uyimizni ichkari holati, bu darvozaxonamiz, ya'ni garaj bo'ladi, darvozaxonamiz. Bu joyga esa mana shuni ko'rib turganingizdek, qirg'a cheti yashikli fason, ichi esa zamogli fasonda qilganmiz. Bu zamoglarni qattiq jarayonini ham video qilib qo'ygandik. Yana bir orada qo'yib o'tib ketamiz. Akalar, bu joyda biz chetiga yashil ikki qator karnizni aylantirganmiz oqdan. Bu joyda uylarning talabiga binoan hammasini oq qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, ishimiz esa mana shunday holatda chiqdi. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Akalar, agarda sizda ham telefon qiladigan joylar bo'lsa, ekranlarda telefon raqamlariga telefon bemalol bog'lanishingiz mumkin. Agar siz chet mamlakat, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston farqli qaysi davlatda bo'lishingizni, bizda barcha ijtimoiy tarmoqlarimiz bor, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Bu joyda esa akalar, ko'rib turganingizdek, kazirogimizning chiqishi 65 sm, ya'ni mana shunday aylanib o'tishi 18 metr bo'lgan joy. Buni ham uy egalari talabiga binoan bir xilda oq qilib berganmiz. Akalar, bu joyda ko'rib turganingizdek, mana bu joyga tushgan oldingi kusovi bilan bu joyda tushgan kusovlari ham bir xilda bo'lib tushgan. Bu esa uyimizning burchagi, ko'rib baho berib qo'yasizlar. Juda qo'ldan kelgancha ideal holatda qilib berganmiz va bu joyda kazirogimizning bir tarafda. Va akalar, eng ishimizni yoqqan joyi mana bu balkon bo'ladi. Bu balkonni ham ko'rib turganingizdek, mana bu darvozamiz chetidagiga o'xshatib, ichini hamma joyini bir xilda qilib, yashil fason qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek. Akalar, sal yaqinlatib ham ko'rsataman. Shu orasidagi zazorlarni ham ko'rsating. Zazorlari yo'q, umuman zazorlarni ham yopib tashlaganmiz qo'ldan kelgancha. Bu ishimiz ham juda ham bir ideal holatda chiqdi. Ko'rib turganingizdek, bitta ikkita karniz qo'yganmiz. Qirralari ham ko'p bo'lgan hisobiga juda ham bir chiroyli holatda bitdi. Ko'rib bitta baho berishingiz mumkin. Bu joyda esa akalar, ko'rib turganingizdek, balkonimiz tepasiga ham mana shunday holatda zamok qilib berganmiz. Hamda uy egalari talabiga binoan mana shu tepasiga kichkina slivdan qo'yib berganmiz. Bitta balkondan yomg'ir tushmasligi uchun bu joyga qilib berdik. Endi esa akalar, ko'rib turganingizdek, biz tepa kazirgalarimizni ham usullarni qilib berganmiz. Bu joyni ham ko'rsatamiz. Tepa kazirgalarimizni esa tepada tomdan turib ko'rsatamiz. Akalar, bu esa ko'rib turganingizdek, uchastkamizni balkon qismi mana shunday holatda tungi fon qilib berganmiz. Tungalarimiz eni 56 sm, ya'ni 62 tungalar rasotdan chiqadigan. Balkonimizning bo'yi juda ham past bo'lib qolgan ekan. Yaqinroqdan ko'rsatish imkoniyati ham bor. Ko'rib baho berasizlar. Burchaklarimiz shunday holatda bo'lgan. Bu joydagi dumaloqimizni ham qilib berganmiz. Dumaloqni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Akalar, bu joydagi tungi fonimizni mana shu 36 sm tunga ishlatdik. Uy egalariga 25 sm qilib beramiz. Salmonot qirralari kamroq bo'ladi, dumaloqroq bo'lib chiqadi, tiyaga o'xshab chiqadi desak, uy egalariga orasidagi palasalarimiz ko'payib ketar ekan. Menga shunday qilib beravering degan uchun shu 36 sm qilib berdik. Agar kimga qaysi yoqsa, uni ham rasmini ham qo'yib o'tib ketamiz. Qaysi yoqsa bemalol uchasini qilib berilaveradi. Bu birinchi uchastkamiz. Endi esa inshaalloh ikkinchi uchastkamizga o'tamiz. Bu joyda ko'cha kazirogimizni ham bir ko'rsatib ham o'tib ketamiz.
Bunga ham baho berib qo'yasizlar. Bu esa uchastkamizning ikkinchisi. Bismillah. Bu joyda yana biz darvozaxonadan boshlagan bo'lsak, ko'rib turganinglarda bu joyda xuddi narigi bilan bir xil fasonda qilganmiz, faqat yana chetidagi ikki qator qora karniz aylantirganmiz. Bu qora karnizimiz mokriy emas, qora. Bu esa shurshaydan qilib berganmiz. Bu ham o'ziga yarasha juda ham bir chiroyli holatda bo'lgan. Kimga oq yoqsa oq, qora aralash yoqsa qora yoki mokrisi bor. Narigi uchastkamizga mokri qilganmiz, uni ham ko'rasizlar. Kimga qaysi yoqsa qilib berilaveradi. Kaziroklarimiz o'sha narigi uchastkamimiz bilan bir xilda 56 sm, 65 sm chiqqan kazirogimiz. Mana bu yerga tushgan qisuvlarimiz har doimgidek bir xilda bo'lgan. Bu esa uchastkamizni burchagi mana shunday holatda qilib berganmiz. Ichki burchaklarimiz hamda bu tarafda. Va balkonimiz. Balkonimizda ham ko'rib turganinglardek mana shunday holatda bir xilda bo'lgan, hammasi har balkonga shu fason qilganmiz. Faqatgina bu uchastkamizni bu joytiga qora ishlatganimiz uchun bunga ham qora ishlatganmiz. Balkonlarimiz esa mana shunday yashil fasonda bo'lgan. Sal yaqinlatib ham ko'rsatib o'tamiz. Akalar bularni ham albatta oralarda zazorlari yo'q. Shuning uchun juda ham bir ideal holatda chiqqan. Tepasida chiroq uchun kabel tashib qo'yganmiz. Elektrik akalarimiz o'zlari qo'yib olaveramiz degan uchun chiroqlari ham bor. Tepada narigi uchastkamizdan bir xilda zamok qilib berganmiz hamda teleflarni ham qo'yib berganmiz va bu uchastkamizda ham tepada turgan ya'ni kaziroklarni ham ko'rsatib ketamiz. Boshlaymiz. Akalar bu esa mana shu ikkinchi uchastkamizni balkon qismi bo'ladi. Balkon qismi ham bir xilda bo'lgan, narigi bilan bir xil, hamma joyi oq, 56 sm o'tmay ishlatgan. Faqat mana bitta farq bo'lib qolgan tarafi akoshkamizdan eshigidan ko'ra sal bu tarafroqda bo'lib qolgan sentr. Shuning uchun tiyagamiz bir tarafdagi, bir tarafi tegmay qoldi. Tekizib qo'yishning iloji bo'lmadi. Chunki tunkamizni akoshkamiz sentr bunga to'g'ri kelmadi va bakankamiz bu taraf sal kattaroq qolgan, iloji yo'qni. Tomda sal yanglishmovchilik bo'lgan ekan va bu bir xil bo'lgan joyi. Burchaklarimiz har doimgidek. Bu tarafda dumaloq bo'lgan joyini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Dumaloq joylarda unchalik farqi yo'q, hammasi bir xilda bo'lgan. Faqatgina u uchastkadan bu uchastkaga kazirogi bu joydan bu joyigacha sal qisqaroq bo'lgan hisobiga bu tushgan kusurjamiz sal kichikroq tushib qolgan. Va dumaloqimiz narigi uchastkamizdagi bilan bir xilda bo'lgan. Ko'rib baho beraverasizlar. Endi esa navbat 3-uchastkamizga. Bu esa 2-uchastkamiz edik. 2-uchastkamizdan keyin 3-chisiga o'tyapmiz va kaziroklarimizni yana bir ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Bismillah. Bu esa 3-uchastkamiz va oxirgisi bu uchastkamiz ham agar ko'rib turganingizda chetlariga bunga narigi uchastkamizda qora ishlatganing, bunga esa mokriy. Endi videoda iloji boricha bilinyapti degan umiddaman. Ko'rib baho berasiz do'stlar. Akalar uchala uchastkamizda ham fasonimiz bir xil, faqatgina shu rangida farq qilib berganmiz uy egalariga. O'rtalari shu ko'rib turganingizdek zamoklar, chetlari esa yashil fason. Kaziroklarimiz esa mana shunday holatda 56 sm, 65 sm chiqqan joy. Aylanib o'tishiga esa 18 metr, hammasi bir xilda bo'lgan. Faqat mana chetidagi atxotlarni ham bitta ko'rsatib ketamiz. Bunisida ham bir xilda bo'lgan. Burchaklarimiz esa mana shunday holatda qo'ldan kelganicha imkoniyat darajasida idealni qilib chiqarib berganmiz. Va balkonimiz ham xuddi narigi uchastkamizdek chetiga mokriy aylantirganmiz va bitta oq aylantirib, ikkinchi esa shunday delar fasonda bo'lgan. Bu chetiga oq, hammasi oq bo'ladimi, mokriy, shurchayi farqi yo'q. Kimga qaysi rang yoqsa qilib berilaveradi. Kvadratida rul o'ynamaydi, pulida rul o'ynamaydi. Tepalari esa shunday zamokli fason hamda silifdan qo'yib berganmiz. Va bu uchastkamizda ham balkonni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Bismillah. Va nihoyat akalar ko'rib turganinglarda biz 3-uchastkamizga kazirogga chiqdik. Hammasi bir xilda bo'lgan. Mana bu joyimizda ham ko'rib turganinglarda o'sha razmerlari ham bir xil, 56 sm ekan. Bu joydagi akoshkalarimiz esa mana shunday bu taraf ham bu taraf ham tekkan hamda sentrlari ham oynaga to'g'ri kelgan. Ko'rib qo'yishingiz mumkin. Dumaloq tarafni ham ko'rsatib o'tib ketamiz.
Mana akalar. Xuddi o'sha aytganday, bu narigilar bilan bir xil, bir ikki uchala uchastkamizda ham ishimiz tugadi. Inshaalloh. Endi ko'rib turganingizda bu joydagi arkalarimiz shu holatda chiqqan va bu uchala uchastkani ham orqa tarafini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Unga ham bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar akalar. Va bu 3-uchastkamizni oxirgi uyimizni kazirga bitgan holati. Dumaloq taraflari mana shu orqa tarafi, ya'ni mana shunday holatda bo'lgan. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Akalar, agarda yana bir eslatib o'tib ketamiz, siz boshqa chet davlatlarda bo'lsangiz, bemalol telefon bog'lanishingiz mumkin. Barcha ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Va ikkinchi uchastkamizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu esa ikkinchi uchastkamizni orqa ko'rinishi. Bu tarafda oxirgisi ham bor. O'sha endi daraxtimiz ozroq ko'payapti, men sizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ikkala uchastkamizni oraliq. Akalar, bu joyda yana bir e'tibor beradigan joyi, bu tarafdagi asfalt bilan bu tarafning bo'lsangiz ham bir xil, u tarafdagisi ham bir xilda bo'lgan va bu joydagi ham bir xilda bo'lgan. Bu ikkinchi uchastkamiz, ya'ni uchinchisini ko'rsatamiz. Daraxtlar to'sib qo'ygancha avvalo biroz uzr so'rab qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin akalar, bu uchastkamizni, ya'ni birinchi ko'rsatgan uchastkamiz oppoq bo'lgan uchastkamiz orqa tarafchi. Ko'rishingiz mumkin. Bunda ham ana shu holatda qilib berganmiz. Bu joydagi asfaltimizdan bunisi ham bir xilda bo'lgan, yonida zagruzkalari ham bor. Ko'rib bog'lanishingiz mumkin. Akalar, agarda ishingiz yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Ekranga telefon raqamlari qo'yiladi. Agarda sizga ham ishlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.